nomi Nur, ikkinchi nomi Nur Ato, uchinchi nomi Nur Ota, to'rtinchi nomi Nuri Buxoro degan nomlar ham bor. Hammasi to'g'ri, bunisi xato noto'g'ri deya olmaymiz. Endi tarixiy yoshi jihatdan Buxorodan qadim. Abu Bakr Narshaqiy tarixiy Buxoro kitobida yozadilarki, yer yuzida Buxoroday shahri azim bo'lmasidan ilgari Nur sohilida hayot qaynagan. Bu millatimizni ko'rki, millatimizni faxri, o'sha millatimizning eng sevimli manzilgohlardan biri So'lim shahri. Bu Turato ziyoratgohi Allohning bir nuri joygan, yog'ilgan joy bo'ldi. Bu yerda bir ilohiy bir mo'jiza, bir chashma bor. Zilol suvi bor. Hatto ba'zi akademik olimlar kelib tekshirgan, bu suvni paydo bo'lganiga necha asr bo'lganligini hatto hech kim bilmaydi. Ilohiy bir mo'jizaki o'zida xilori bor ekan. Hozir davlat tomonidan kelib, mana shu mo'jizaviy suvda xilor borligini tasdiqlangan hujjat bor bizda. Endi bu ulug' qadamjoga mana shu 7-8